2023-yilda ishlab chiqarilgan. 16 ming yurgan ekan. 16 ming haqiqiy yurgan mashina. Probeglari toza. Video qilyapmiz. Xudo xolasa Jahongir aka obunachilarimning oldiga yo'ltirib qo'ymaymiz, xudo xolasa sizni. Mashinalarga javob ber. Xudo xolasa shuncha petno chiqsa, mashinani yarim pulga berib yuboramiz. Polni shumka Jahongir aka mashina. 4 ta eshik, tom. 14200 so'rayapmiz. Obunachilarimizga 200. Ha, kami bor. Kelishtirib narxini qilib beraveramiz. 2021 avtomat korobka, Amerikanka fari original. Originali. Polni shumka bu ham. ABS. Benzinda yurgan bunga gaz qo'yilmagan. Qo'shimcha ventilatorlar. Bitta mashinamiz. Bar. Bitta chexol taqib olish kerak ekanda aka. Chexolni bonusga beramiz Jahongir aka. Ha, ko'rmana bor. Chexol bor, ko'rmanasida beramiz. Xudo xolasa yo'ltirmaymiz. 13 ming so'rayapmiz. 13 ming kami bor. 13 ming kami bor. Xudo xolasa obunachilarimizga narxini kelishtirib beramiz. Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, polartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini Sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Xudo xolasa Sergeli mashina bozoridan, Gentralar qatoridan videolarimizni boshladik. Bugun 30-aprel, hafta kuniga chorshanba. 2025-yil. Bozorni ko'rsatib qo'ying. Mashinalar bugun kam bo'lsa ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketamiz. Xo'p, Hikmat akani oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Jahongir aka qalaysiz? Assalomu alaykum. Charchamabsizmi? Zo'msiz, mazingiz yaxshimi? Rahmat, xudo Charchamasdan yuribsizmi? Xo'p, bu akani ko'pchilik tanisa kerak, tanimaganlar uchun o'zimizni Qashqadaryo Shahrisabzdan bo'ladi akamiz. Bir so'rashib qo'ysangiz obunachilar bilan. Obunachilarimiz yaxshimisizlar? Charchamabsizlarmi? Nima yangiliklar aka? Yangiliklarimizdon Gentralarimiz bor. Narxlar qanaqa ko'tarilyapti? Narxlar yaxshi, hozircha yaxshi. Yaxshi mashina, narxini olsa yaxshi. Ishlab turibdi. O'zini narxini ushlab turibdi. Endi puliga yarasha hammasi. Puli arzon bo'lsa, mashina o'shanga holatiga qarab bo'ladi. Kraskasi toza mashina. O'zini o'sha o'rta holatda turibdi narxi, yumshoq. Nechinchi yil mashinalar bor hozir? 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz bor. Shuni ko'ramizmi birinchi aka? 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 16 ming yurgan aka. 16 ming haqiqiy yurgan mashina. Probeglari toza. Xo'p, kraska yo'q-a? Kraska 100% toza aka. Gazlari bormi? Yo'q, gazda yurmagan, 16 ming yurgan mashina. Probegi o'ziniki. Keling, salondan ko'rsatib. Salondan oling. Bagajni ham ochib o'raverasiz. Ikki ming yigirma uchinchi yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar top toza. Tiniq turibdi. Napaskalari tushmagan. 4 ta yumshoq balonda yurgan Jahongir. Mana 4 ta yumshoq balon. Tonirovka ruxsatnomasi bor. Aha. Necha oy? 4 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Xudo xolasa yozda o'tkazib olamiz. Sizni oldingi videolarimda boshqa Gentra videolar orasiga bitta ikkita qo'shib ketardim mashinalarni. Bilaman, qo'yib ketgansiz mana. Hozir alohida video qilyapmiz. Mashinalarga qanaqa garantiya? O'zi shuncha video qilyapmiz. Xudo xolasa Jahongir aka obunachilarimning oldiga yo'ltirib qo'ymaymiz, xudo xolasa sizni. Mashinalarga javob ber. Xudo xolasa shuncha petno chiqsa, mashinani yarim pulga berib yuboramiz. Agar o'sha petno bo'lsa aytiladi. Petno bo'lib qolsa aytiladi. Menda o'zi avvalosi kraska bor mashina olinmaydi bizda. Eshityapsizlar do'stlar. Toza mashina olib sotaman men har doim. 100% kraskasiga, Keling. motoriga, probegiga javob beraman mashinani. Ko'rsatib qo'ying motor qismini. ABS-largacha bor, mana ko'rsatib. Qancha qilib beramiz aka bu mashina? Jahongir aka bu narxini 14800 deyapmiz. 14800. Xudo xolasa sizning nomingizdan kelgan obunachilarimizga naqdga bo'ladigan bo'lsa 14600 ga berib yuboramiz. 14600. 14600 ga berib, 16000 haqiqiy yurgan probegi. Mabodo 14,5 so'rasachi aka. Ha, sizning nomingizdan chiqsa ko'ramiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib berib yuboramiz. O'zlarining nomerini qo'yib qo'yaman. Qaysidir mashina ma'qul kelsa so'rash. Mana bu yerda yana mashinalarimiz bor, ulardan o'zlarida ko'rsatib mashina olasiz. bo'lsa taklif qilsa olasizmi yo'q? Barter qo'yaveramiz, farqi yo'q bizga. 2022-yilda ishlab chiqarilgan toza mashinamiz. 2022 37 ming yuribdi do'stlar. Mashina avtomat korobka, gaz bor. Amerikanka, original. Original Amerikanka fari. Bu propanagana 4-chi Bu 4-chi pokoleniya propan tabletga qo'yilgan. ABS 4 ta yumshoq balonda. ABS tormoz ham ABS, bakoy knopka, hamma narsamiz bor akajonim. Malibu bar, Malibu rul. Ko'rsatib qo'ying. Originalda turibdi hamma narsasi. Polni shumka Jahongir aka mashina. 4 ta eshik, tom, orqa bagaj. Zo'ragan 37. Krelolarmi polni shumka mashina. Zapaskani o'rnida qo'yilgan gazlarimiz, xudo xolasa tabletga. 48 bo'lsa. Mashina Toshkentda mashinasi.
Viloyati emas. Buni Orqa qancha bagajgacha berasiz? shumka qilingan Jahongir aka. Yo'q, Orqa bagajgacha shumka mashina. Polni shumkada yurgan mashina. Optira faralarimiz ham originalda turibdi. qancha ekan narxi? Hozir buni narxini Jahongir aka 14200 so'rayapmiz. 14 Obunachilarimizga 200 ha, kami bor. kelishtirib narxini qilib beraveramiz. Hozir sizda faqat Bankda ham naqd naqdga ham. savdomi? Naqd ikkilamchida ham bo'ladi, naqdga ham bo'ladi. Variant barterga ham ko'ramiz. Nasiya savdochi? Nasiya savdosida yo'q lekin Jahongir aka. Tushunarli. Yana qaysi mashinalar bor ekan? 2023-yil 23 lar. yana bitta mashinamiz bor. Hop, 2023 38 ming yurgan Amerikanka fari. Balonlar holat. 4 ta yumshoq balon. Archa balonlar. Polni shumka mashina bu ham. Mejigar pult. Mejigar pult. Kraskalar toza. Kraskalar toza mashina, xudo xolasa. ABS hamma narsasi bor. 4-paketli metan gazda mashina. Metan gaz. Mana do'stlar, shumka. Polni shumka bu ham, Jahongir aka. Polni. Salonlarni ko'rsatib boramiz. Pollik, chexol. Hamma narsasi tayyor. Orqa bagajlar. O'zi mashina. Bu ham Toshkentda yurgan mashina. Amerikanka Optra metan gaz. Zapaskalargacha tushmagan. Tayyor mashina. Tayyor mashina. Buni narxini 14800 so'rayapmiz. Xudo xolasa obunachilarimizga 14500 mingga beraveramiz. 14,5 ming. 14500 mingga beraveramiz obunachilarimizga. Oxirgi narx. Oxirgi narxi taqalgani. Birdan aytib qo'yapti aka. Oxirgi narxi 14500 mingga beraveramiz. Nima qilib olgan? Naqdga ham ko'ramiz, ikkilamchi bankka ham ko'ramiz. Hozir Optra original Amerikanka Xitoy ekan bu. Shunaqa qo'yilgan. Yana qaysi bor aka? Yana 2021-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz bor. Qaysi? Aka. Bu 2021 21 avtomat 2021. korobka Amerikanka fari original. originali. Polni shumka bu ham. ABS. Benzinda yurgan bunga gaz qo'yilmagan. Qo'shimcha ventilyatorlar. Qo'shimcha ventilyator, polni shumka Jahongir aka, original faralar. Kraska yo'qmi aka? Kraskasi yo'q. Yurgani Toza. qanaqa? Yurgani 53 ming. Hop, navorotlagan bu do'stlar. Bu ham Navorotda mashinamiz. Bar. Bitta chexol taqib olish kerak ekanda aka. Chexolni bonusga beramiz Jahongir aka. Ha, ko'rmana bor. Chexol bor, ko'rmanasida beramiz. Xudo xolasa yo'ltirmaymiz. Ya mana o'qijon. Orqa bagajgacha polni shumka bu ham. Original faralar. Original, xudo xolasa. Polni orqa bagajlarigacha shumka qilingan bu ham. Buni narxini 13 ming so'rayapmiz. 13 ming kam bor. 13 ming kami bor. Xudo xolasa obunachilarimizga narxini kelishtirib beramiz. 21 qancha yurganda? 21 53 ming yurgan. 53 ming yurgan. Kraska, probikka javob beriladi. Gap yo'q. Hamma navoroti bor. Hamma navoroti bor. Bu mashinamiz ham bor. Do'stlar, bu Gazda yurmagan lekin. Bu ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 23 37 ming yurgan ekan. Mashina 37 ming benzinda. benzinda yurgan, ABS, hamma narsalar bor, full varianti. Elegant plus. Amerikanka farada qo'yilgan. Amerikankamiz. Balonlar yaxshi turibdi. 4 ta yumshoq balonda Malibu bar, Malibu roll, Bu ham navorot. Pollik, chexol bu ham navorotda. Orqa bagajlar. Bagaj ochiqmi? Ochiq. Keling. Mana shunga taqilgan chexollar necha pul turadi aka? Silinasiga? Bu chexollar 750 ming turadi. 750 ming? 750 ming. 750 ming bu chexol. Hop, mana. Yengi qo'yilgan bu ham. Mashina narxi necha pul aka bu? Buni narxini 15 ming so'rayapmiz. 2023-yil 37 ming yurgan. Probik kraskasiga javob beramiz. Xudo xolasa narxini 15 ming so'rayapmiz. Obunachilarimizga 14700 ga beraveramiz oxirgi narxi. Mana navorotlar. Navorotlar bilan tonirovka, balon, polni shumka, pollik, chexol, Malibu bar, Malibu roll, 4 ta yumshoq balon. Hop, yana qaysi mashinalar bor aka? Bu hozircha shu. Qoralar ekan, asosan faqat. Bitta 14 ming yurganimiz qolib ketdi Jahongir aka. Mana bu. Ha. 2022-yil 22 avtomat. Bu Jahongir aka avtomat. Xudo xolasa probiga javob 14 ming yurgan probig. 14 ming. Jahongir aka 2020 14 ming. Haqiqiy probigda 100% ABSlargacha turibdi, hamma narsasi bor. Hop, benzinda, shumka. Benzinda. Polni shumka Jahongir aka, faralar uzuniki. Polni shumka aka. Polni. Ishlarni ko'rsatib boramiz. Mana probiglarni ko'rsangiz bo'ladi. Tomigacha shunday. Juda kam yurgan ekanda, 14 ming haqiqiy probigda bu ham. Buni qancha qilib beramiz? Orqa bagaj ochib. Ochdim. Buni narxini dog'lasa. Mana. Zapaskalarigacha tushmagan.
Uni narxini 14 ming so'rayapmiz. 14 ming dollar. Kam bor. Obunachilarimizga 13.800 dollar qilib beramiz oxirgi narxi. Probik kraskasiga javob beramiz buni ham. Xo'p, yana mashina bor? Bori shu hozircha Jahongir aka. Shu. Hozircha shu Bugun bor. chorshanba, mashinalar taxlanyapti, olib kirilyapti, qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Shunaqa mashinalarimizga javob, hammasiga probik kraskalarga javob beriladi aka. Qanaqa mashinalar olib qolasiz barterga? Barterga ko'ramiz. Nexia 3 mi, Cobaltmi? Mashinasiga qarab, holatiga qarab olib qolaveramiz Jahongir aka. Muammo bo'lmaydi aka. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqam 97lik 388 62 60. Mana shu nomerlarga chiqaverasizlar. Deb bog'lanaverasiz. Hop, bu yoq endi Hikmat akadan ham, Hikmatulla ham to'liq ismingiz. Hikmat. Hikmat, aka. Hikmat akadan har safar video qilib ketaveramiz aka. Xudo xolasa. Vaqtingizga rozi Rahmat, bo'ling. bemalol aka. Telefon Rahmat sizlarga. qilib, Charchamaylar. savdolashib. Xudo xolasa narxini Narxlar kelishtirib, chiroyli. yumshoqroq qilib beraveramiz aka. Rahmat aka. Rahmat Sog' bo'linglar, aka. layklar bosib qo'yinglar, keyingi videolarda ko'rishamiz. Charchamaysiz.